Nimalar qolmiz endi? Bormisanlar o'rtoq? Sib ketdi-yu, konditsioner baland. Bu o'rtog'im Doston. Cho'ntagida puli bor-u, lekin qizlarga suyagi-yu. O'zini oqibatli ko'rsatgisi keladi-yu, lekin qizlarni ko'rganda oqibati esidan chiqib ketib qoladi. Shuni hisobga olmasa, yaxshi bolaga o'xshaydi. Ovqatlangani boramiz, ham o'tib o'tga yo'qmi bor? Bu o'rtog'im Almas. Sal-pal to'g'rimas. Biza bilan yig'ilsa, ovqatlangisi kelib qoladi. Lekin shot kelganda yo'q bo'lib qoladi. Hamma narsani eploliyman deb o'ylaydi, lekin eplolmagan joylari ham bor. Bo'ldi, kakras hozir singlim bor edi. Qornim bor. Bu esa do'stim Umid. Familiyasi Uz. Bo'ydoq hanuz. O'zini mashhur blogerman deb o'ylaydi, lekin odamlar unaqa o'ylamaydi. Negativ kommentariyalarni ko'p o'qib, asabiy bo'lib qolganini hisobga olmasa, o'zi spokойный, yaxshi bola. Qatga borsa bo'ladi o'rtoq. Qatta osh yaxshi qiladi. Braseriyaga boramiz. Bu esa men haqimda film davomida bilib olasizlar. Qizlarga unaqa rasxot qiladigan bola deb o'ylamanglar. Prosta ozgina padxot qilaman. Yo bir tog'a aylanib tushib kelamizmi bir soatga? Yunusoboddagi osh markazini ko'ramiz. Bo'ldi, hozir 1 minut mana shundoq qolaydi. Ovqat hal qilaylik oldin. Bo'ldi, ovqat hal qilaman hozir. Gaplashadi telefonda. Gapirmang, okey, shay bor. Siz ham sezasizmi? Qalaysan, Sabiy, tuzog'misan? Assalomu alaykum. Ha, qatli desan, 3 oy bo'ldi ko'rishmaganimizga. Nima gaplar? Ekoparkda edim. Ekoparkda? Bo'ldi, borsam bo'ladi, ha? O'sha yerga. Boraylik. Yig'ishtirgan mana. Bo'ldi, hozir 15 minutda boraman, xo'p? Ha, bo'ladi, kelavering. Bo'ldi, birga boramiz. Mashina qatga boramiz. Ovqatlangani boramizmi? Yo'q, короче, sizlar shundoq ana bu ishimizda bor dotudinglar-yu, shuni O'rtoq yer, o'zimiz boraylik. O'rtoq, bir soat mashinamda keyin ketamiz. Tush o'rtoq. Bir soatda ko'rishamiz. Mani mashinamda ketdi o'zi. Xafa bo'lmanglar yana, ey. G'alati pastliklarni. Davay. Nima bo'pti o'zi? Короче, o'rtoq, xullas, bitta singlim bor edi-da. Hop. O'shanga hozir ancha bo'ldi ko'rishmaganimizga. Kakras o'rtog'im bilan dedi-da. Ha, yonda o'rtog'i bor ekan, ko'rishimiz kerak xullas. O'shanga короче, shundoq boraylik, ko'rishamiz, может, san ham o'rtog'i bilan tanishib olarmiding. Bo'ldi, qayerda ekan? Hozir haydaymi yo'qmasa? Ha, bo'ldi, haydagan, короче, zavat qil. Olishgandir-a? Gapirma o'rtoq. Voy, men bilaman buni. Sana yaxshi bo'lsin. Hammasilar. Qalaysan? Sabiy, tuzog'misan, yaxshi bo'lsan? Sen yaxshimi? Yaxshimisan? Ko'rinmay ketding. Nima charchamayapsan? Yaxshimisiz? Ha, aytgancha Maftuna o'rtog'im. Meni ham tanishdi. Uzr, o'rtoq, xayolim ketib qoldi-da. Qayerda? Aytgancha o'rtog'im Sabiy, Doston, Sabina. Tanishganimdan xursandman. Maftuna. Maftuna? Xursandman. Tanishganimdan Doston. Nima gap? O'zi ishim bor edi. Ha, aytgansiz sizda ishim bor edi. Ha, hozir oyim qoldi. Qo'rqib gaplashib bering. Bo'l, xo'p. Nima ishi bor ekan o'rtoq? Bilmadim endi. O'rtoq, shundan mana bir minutdan ishim bor edi. Qanaqa ishim bor? San bola. Ya, aka. Ardomga ishingni boshlading-da yana. Yaxshimisiz? Yaxshiga oldinglarmi? Ko'zlaringiz chiroyli ekan. Rahmat. O'zingiznikimi? Fikringiz? Kimniki? Futbolni polga gaplashib qo'ydim. Futbol o'ynaymiz bor. Yana shimim yirtamanmi, keyinmi? O'rtoq yirtmaysan, akkuratni o'ynaymiz. Qani aytgancha shishim. Otalasan. Kiyimam yo'q, yengim. Nima, qalaysan? Qatdan kelsa O'rtoq, qizimni yonidan kelyaptim.
Qayerdan ko'z? Qizim bilan gaplashib. Futbolga bormoqchimiz, borasanmi? Boramiz. Mahallaga o'ynaymizmi? Bo'ldi, gap yo'q. Barga to'g'maysan. Bolaligimda o'ynardik mahallaga. Katta bo'lgan nima endi? Bir bilot. Bir minutda shundoq qizim bilan gaplashib olay. Oliy safar yutqizib qo'ygan edi, pulini olib bermagansan. Alo. Shalvarga ertumidi shu ret bilib. Evet, doktorlaring bir minut. Ne yig'layapsan? Gaplashishimizni to'xtatib turishimiz kerak emas. Ot, zaryadkam o'chib qoldi o'rta, telefoning berib tur. G'alati bolasan-da, pastdan shu qizlar bilan. Hozir yig'layapti-da, nima qilay? Mana qizlarni yig'lab emas, har doim yig'lab pulini oladi-da. Kuladigan qizlaringdan bormi? Bo'lmasa kuldiraylik ular. Ha, Maftuna yig'layapsan, o'tdi. Oyimlarning mazalari bo'lmay qoldi. Ozgina yordamingiz kerak edi. Ne mazasi bo'lmaydi? Qizi, Kinnalayapti, pul olishmadan. uyda. Agar iloji bo'lsa, hozir kela olasizmi? Vaqtingiz bormi? Bo'ldi, men unda shundoq topib olay, короче, bu kimdan shundoq pul olay, yonimda pul yo'q edi, deb. Xo'p. Olamandan, короче, bo'pti uyingga o'taman. Xo'p. Xo'p, rahmat. Yig'lamagan uni, boraman. Endi o'rta. Daryoda gaplashgan qizlaring bilan. Ha, o'rta telefoning, rahmat. Vallahi, короче, seni mazasi bo'lmay qopti-da, o'shanga ozgina pul kerak edi. Qachon bir otamga o'xshab yurasan? Mana menga o'xshasang bo'lmaydimi? Qizlarni pastdan bu uchun to'laydi. O'rta, mana qara, xafa bo'lma. Mana ma'mi bola yaqinda arendaga mashina oldi. Bo'ldim, gapirlar bo'ldi. Men srochniy Ishinchi chiqib qolgan bilamiz, ha, bor. Noto'g'ri tushunmalar. Pastdan ikkala ishni qiladi. Servis telefon qilib ko'rdim. Kechqurun kelasan? Xayrlashmading, davay. Davay. O'sha problemalarni qilib Ketaveradi bu ham. o'rtoq charchamading mana shunaqa qizlar kechalab qo'r bo'lgan. Xorni, Maftuna, sizmidingiz? Qalaysiz? Yaxshimisiz? Abror akam o'zlari qanida? Abror akangiz, to'g'risini aytsam, men kelganimning sababi bu yerda Abror akangiz hozir telefon qilganingizda sizni ham kulgiga qo'yib, hammani oldida sizni ana mazax qilgani uchun, yordam so'rab qilgani uchun men keldim. Abror akangizni kutmay, Abror akangiz men uchun kelmasa kerak Maftuna. To'g'risini aytsam, siz bunaqa bo'lishga arzimaysizda, hozir men yordam so'rab telefon qilgan ekansiz, bu yerda biz bolalar bilan turdik. Men kelganimning ham sababi shu edi, bolalar bilan turdik. Hammaga eshittirib, ovozingizni kalaka qilyapti. Men kelganimdan sabab to'g'risini aytadigan bo'lsam, men sizni ko'rganman, taniyman, chiroyli, oydek, guldek qizsiz. Siz bunaqa xor bo'lishga arzimaydigan qizsiz, Maftuna. Qo'ying u bolani, ishonmang, men u bolani taniyman, yoshligimdan beri o'rtog'im Maftuna. Nima bo'ldi o'zi sizga? Nima qanaqa yordam kerak bo'ldi? Yuringchi, nima qattalar, nima bo'ldi? Yo'dalar. Onamlarning mazalari qochib qoldi. Qattalar hozir uydamilar? Uydalar. Mana Maftuna, xudo xohlasa ishlaringizdan bitta, hammasi yaxshi bo'lib ketadi endi. Endi bunaqa siqilavermay, sizga kulib yurish yarashadi. Siqilmay, yaxshi bo'ladi hammasi. Xo'pmi? Mayli, ko'rishguncha. Xudo xohlasa yana ko'rishamiz, telefonlashamiz. Rahmat sizga. Mayli, sog' bo'ling. Xo'p. Swipe qiling. Dostonga obuna bo'ling. Like bosing. Men lekin har kun tashlab bera olmayman. 2 kunda bir tashlab. Qochinglar. Tuyimiz olib tashinglar, Abror kech bo'lib ketdi. Bo'ladi, umid bo'lsa. Просто YouTube'ga o'chib qolmasin deb turib, ben 1 minutga video qilib qo'yib qo'yapman. Mana kalatim qatta mana. Red Bullga tushdi olmasga mana. Bo'ldi, ketdi, yuringlar. Mana olmasga Red Bullga tushdi. Ha, tushdimi? Ha, olib berganingiz yo'q-ku. Mana men fonga ursa, men fonga telefon qilasan, короче. Qarab turgin, men undoq qilaman, qilasan. Qilaman, men qarab turgin. Yo'q.